Assalomu alaykum. Biz hozir Urgut tumanidagi eng katta qishloqlardan biri Jarqishloq qishlog'idamiz. Har kimga aziz tug'ilgan joyi, tog'lari bog'i, tuproq loyi. Mening qishlog'im, ota makanim, endi boshqacha uning chiroyi. Siz ham jur bo'ling ardog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Siz ham jur bo'ling ardog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Agar bir ko'rsang qaytging kelmaydi, buni qishloq deb aytging kelmaydi. Ko'zni yayratar go'zalliklari, ko'zni yayratar go'zalliklari. Deysan shahrim ham shundoq bo'lsaydi.